Turing, sud kelyapti. Xo'p, hurmatli ayblanuvchilar. Sizlarda bu jinoyatni qilishingizga nima sabab bo'ldi? Av devona savol bo'ldi-ku. Av nima sabab bo'lishi mumkin? Qiziq ekan-ku. Zerikish, bekorchilikdan-da. Yig'lama. Xo'p, sizlar bu jinoyatni qilishingizga kimlar yordam berdi? Ya birov kim kerak? Xotin bilan ikkovda. Ha, endi qarashgan bo'lsa, hozirroq bu elektrositdagilar qarashgan. Svetni sharaq qilib o'chiradi. Bu xotin ham yomon-da. Jitir-jitir qiladi, ko'zni qisa o'tadi. Jitir-jitir qiladi, ko'zni qisa bu tomonga o'tadi. Tog'ayiz ko'zni qisonmadi, mana 3-jiyanchalik bo'lib o'tiribmiz-da. Qilgan ishingizlardan afsusdamisizlar? Va afsusdamisizlar deydi. Men qarang, ana shunchagina imkoniyat bering. Hasan, Husan, Toyir, Zoir, Potmazuq, avtomat bu. Sizlar jinoyat kodeksining 451-moddasiga binoan 10 yilgacha alohida xonada yashaysizlar. Uzr. O'rta sudya shaxsiy advokat sifatida shikoyatim bor. Alohida yashash og'ir hukm. Undan ko'ra issiq suvni kesib tashlaylik. To'xta, bittang alohida undan ko'ra kesib tasha, Sudyamisan 6 yilga kes, 12 yilga kes. Boraman, o'tiraman, kelaman. To'g'rimi xotin? Yur bombichgan. Voy boshim, skoriy chaqiring. Ha. Qayerda yuribsiz? Voy, soq kuning yo'q, chaqirdim skoriy. Kelyaptimi? Kelyapti. Boshim og'riyapti, bu kesin tez. Shogird. Voy. Abi, Oxirgi payt borgan joyimizdan tayoq yeb ketyapmizmi? Himoyani baquvvat qilaylik. Yes. Assalomu alaykum. Voy, keldinglarmi? Yaqinlashmang. Voy, U bemor qani? Ha, qara mana. Qoching. Bemorni ko'raylik biza. Keldingizmi, doktor? Tak, shogird yozing. Issig'i baland. Обязательно yonboshdan ukolchani qilish kerak. Nima? Ana. Ha? Sen meni xotinimga yonboshdan ukol qilaman deyapsanmi? Ana boshlanyapti. Aka, nima tushunmaysiz? Hipokrat qasamini ichganmiz, ukolchani qilamiz, ketamiz, tamom. Voy, sen hali ichib olib turib qilaman deyapsanmi ukolingni? Voy, Jonibek. nima bo'lyapti aka? Makinangga yonbosh ukol qilaman deyapti. Tushunmadi. Stop! Shu safar ham urmoqchimisan-la? Burgutcha. Nola kunam nanesha, handan kudam nanesha, dardagi dil ozori, davan va pisha. Nola kunam nanesha, handan kudam nanesha, chaki bor. Assalomu alaykum. Tuzimiz keyin, ishlaringiz joyida. Xudoga shukr. Rahmat. Bu qiladimi ukolni? Ha, shu qiladi. Ha, bunga mojna qilaver. Назначение yozdinglarmi? Ha, issig'i baland. Keyin kechirasiz. Bu рабочий tomoningiz qaysi taraf? O'ng. O'ng, xo'p, bo'l, mayli. Qarama. Ya qaraversinlar, o'z qaraydigan joy ham yo'q ekan. Keyin qarang, bir 2 kun sovuq suv tegirmaysiz, xo'p? Xo'p, joningiz sog' bo'lsin, rahmat, chiqinglar, xo'p? Jiyan, qo'yib yubor. May qarang. Keyingi safar mana burgutchan o'zing uyingizda. Tamam.